Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Gazoblok seximizdan 12-mart 2025-yil video joylayapmiz. Mana bugun Alloh xohlasa ish kunimiz. Gazobloklarimizni qo'yib qo'ydik, tayyor qilib. Alloh xohlasa hozir biror soatlarda yetiladi. Undan keyin resga qo'yib kesishni boshlaymiz. Kimga gazoblok kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Vodiy bo'ylab dastavka qilib yetkazib beramiz. Xudo xohlasa mana bitta Haqlobodga 090dagi narga turgan Isusidagi O'rmonzormi Andijonda Shahrixon tomoniga o'sha O'rmonzormi degan joyiga jo'natib beryapmiz. 20 ga 30-60 bo'lgan razmerdagi gazobloklarimizni mana hozir bir razmerlarini ham qo'yib ko'rsatib beramiz. Xo'p, mana razmerlarimiz 30 ga 20, uzunligi 60. Uzunligi 60. Razmerlari hammasiniki bir xilda. Mana bular bugun chiqqan gazobloklarimiz. Ya'ni o'sha razmerlari hammasi joyida bir xil. Mana 30, 20. Yo'q, qilsak, xudo xohlasa bu ham 60. 60 razmerlarimiz joyida. Kimga gazoblok kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bemalol faqat 5-4 kun oldin aytib qo'yasizlar, aloqaga chiqib. Ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Mana shu ozgina qilgan mehnatimizga like, podpiska bosib qo'ysalar juda xursand bo'lardik. Bular biragini bunaqasi yumshoqligida. Yumshoq qo'l kirib ketib bo'ladigan. Birak chiqib qolgan. Unda bir sinib ketgan, birak chiqqan, shunaqangilarni baqib qo'yib qo'yamiz. Hop, bitta yarimta klientlarimizga qo'shilib ketib qolishi mumkin. Aloqaga chiqishganda bemalol o'shanisiga pul olmaymiz. Boshqa jo'natib beramiz. Keyingi resiga ulab boramiz. Seximizni ko'rinishi. Hammalarga kattakon rahmat. Kimga gazoblok kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar.